Bir oshxonaga kirsang, saydan baziramay qarsan. Ama yo'q tamoq yamanchi. Ma'lum bir oshxonaga kirib qaptimi, jonishosim yomon katta. Kiribman, bir mulozimatchi bir qiz bola keldi, nima yeysiz aka degan. Qarsam, men jo'z so'liyovning ostiga chiqirib qo'yibdi tamoqning tizimligini. Qarabman, cho'chirdim birini qilib so'ptike, ukamsam. Cho'chir yo'q aka. Cho'chirimiz narin qilib sonda olsam, narinmi yo'q deydi. Unda sirttirib o'yilshay deb 5 minutlik o'yilishib chaqirib jonlamak to'qim efendim meni qilib sunsam, umi yo'q aka dedi-da. Ama lis tamoq dedi qinda. Unda ben nima bor deyishning o'rniga hamda to'xtab turayin deb baqayman. Chaq yan chaqirib ukam bu manti baka o'g'il bor desam, bugun shu manti dedigan ustam yo'q aka, mantimi yo'q dedi. Nima bor? O'gir bormasam, o'girmi yo'q deydi. Oy bir lobani chaqiring, unda sizga parangiz baqaysam, lobami yo'q deydi. Böyle taqab dersem lan mamda boşkansam kulüp mü yok şu an?